O'g'il bolalar, do'ppimizni bunday yerga qo'yib turib o'ylanib ko'raylik. Ko'chadan faqat yaxshi gapimizni olib kelaylik ota-onalarning oldiga. Ota-ona u qoppas axlat tashlaydigan. Ko'chadagi qiyinchilik, ko'chadagi yetishmoqchilik, ko'chadagi muammo, mushkulotlarni ko'tarib olib kelib, ota-onaga to'kib yayiladi banda. Yoziladi. Bir o'sha bolalar bilan gaplashgan edim. Ota-onaga aytish kerak emas desam, nimaga deydi? Nimaga aytish kerak desam, yoziladi matin deydi. To'g'ri, ota-onagasi yozilsa, ota-onang nima bo'ladi? Sendan boshqa yana 5 ta farzandi bor edi. Endi ular ham hammasi kelib turib shu boyagi g'amini, tashvishini tashaversa ota-onaga. Ota-ona nima bo'ladi? Tezroq tugaydi-da. O'shuning uchun kenja farzandlar bormi ota bilan qolganlar? Bormi? Qo'lga ko'tarib qo'yinglar-da. Aka-ukalar chiqib ketgan. Ha, sizlarga bittasi o'rgatib qo'yaman. Shunaqa g'idi qilayotganda, aka, menga chiqing deb turib, nechaga kirdingiz? 45 ga kirdingiz. Men 25 ga kirdim. Siz 45 yil ota dedingiz, 45 yil ona dedingiz. Menga ham